Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Bobodoqqalar, kartoshkalar mana tashqarida turib, navis sayda turib, bitta ikkita mana o'ynab qolibdi. Xo'p, kechqurunga minus ko'rsatyapti, o'shaning uchun muzlab qolmasin deb endi omborga olib kelamiz. Navis saydan o'roqli kartoshkalarimiz Qirg'izistondan, Cho'ng'alaydan kelgan erta pishar Rivero degan kartoshka o'roqlarimiz. Bitta yarimta o'nib qolibdi buna bo'lib. Bitta yarimta endi o'nib o'nib qolibdi. Qolgani xudo xolasa omborda. Alloh nasib qilsa bu yil 1 gektardan oshiqroq, salkam 2 gektar kartoshka ekmoqchimiz. Hop, omborimiz nariga eshikda, bu Navestaydan bu tomonga toshyapmiz endi Alloh xolasa. Kartoshkasi urug'i tashqarida qolganlar olib kirib qo'ymasalar muzlaydi. O'g'illarga ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarga ham ehtiyot qilinglar.